Xo'p, assalomu alaykum. Bugun Nesmanda B blokda 15-etajda 161-kvartiradamiz. Bu yerda biz mana mashinani gruppalarda yig'ib olganmiz. 11 davleniya berdik. Hozir biz sizga mana shu ruchnoy press apparatda ishlash jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda fiksatsiyani olamiz. Olib ochib olishimizga to'g'ri keladi. Keyingisini ham shu navbatda ochib olishimiz kerak. Shuni xo'p, bundan keyin qiladigan ishimiz o'zining maxsus fittinglari bor. Fittinglarni joyiga joylashtiramiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, mana shu yerda o'zining tochkasi bor. Mana shu tochkadan ko'rinishi kerak. Xo'p, keyin maxsus waterpron press apparatida, ruchnoy press apparatida presslash jarayonini ko'rsatamiz hozir sizlarga. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Bir. Ikki marta presslashda o'zi maksimalni yetadi. Xo'p, ikkinchisini ham hozir ko'rsatamiz. Xo'p. Unda ham yaxshilab e'tiborga oladigan joyi bor. Mana shu yerda tochkasi bor. O'shandan ko'rinish kerak kirgani. Xo'p. Bo'ldi. Şimdi shu bilan yakuniga yetdi. Rahmat, salomat bo'linglar.